Hammaga assalomu alaykum. Bugun bu roligimiz mashinamiz akkumulyatorining resursini uzaytirish uchun bag'ishlangan rolikda ikkinchi qismi. Birinchi qismida aytib o'tdim 5 ta qoidani. Birinchi qoidamiz mashinamiz akkumulyatorni 100% zaryadlangan holda bo'lishini ta'minlashimiz kerak edi har doim. Ikkinchisi uni vaqti bilan zaryad qilish keraklik edi. Uchinchi qoidamiz generatorimizni ishini kuzatib turishimiz kerak edi. Buning uchun voltmetrdan foydalanishni aytdim. To'rtinchi qoidamiz akkumulyatorni tozaligini saqlashimiz kerak edi. Buni ham tushuntirishga harakat qildim. Bir narsani aytib o'tmabman. O'sha minus plus takabibitlarimiz bo'ladi. Ularga klemalarimiz qotadi. Bu takabibitlarimizni ham tozalab turishimiz kerak bo'ladi. Nimagaki bular qurg'oshindan tayyorlangan klemalarimiz esa latundan yo bronzadan yo bo'lmasa qurg'oshindan bo'lishi mumkin. Staloy ham bo'ladi. Bu havodagi kislorod juda agressiv gaz. Juda ko'p metal bilan reaksiyaga kirishib, okis plyonka hosil qilib qoladi. Bu okis plyonka tokni o'tishiga qarshilik qiladi. Hech bo'lmasa bir yilda bir marta mana shu okis plyonkani olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Uni julbir qog'oz bilan tozalab tashlasak ham bo'ladi, pichoq bilan qirib tashlasak ham bo'ladi. O'sha klemamizni ichki tomonini yo bo'lmasa takabibimizni tashqi tomonini tozalab turishimiz kerak. Undan tashqari minus plastinamizdan minus takabibitimizdan chiqqan klemamiz kuzovga qotadi. O'sha qotgan joyini ham ba'zi mashinalarda bor, kuzovdan tashqari blokka dvigatelimiz blokiga ham qotadi. U statorimizni ishi yaxshi bo'lishi uchun, tok yaxshi borishi uchun qilingan narsa. O'sha blokka qotgan joyini ham u alyumin bo'ladi. Alyumin toza alyumin bo'lmasa ham qandaydir magniy qo'shilgan yo boshqa bo'lishi mumkin. Ular ham baribir okislanadi. O'sha aytib o'tganimdek kislorod juda agressiv gaz. Shu joylarni ham tozalab turishimiz kerak bo'ladi. Keyin 5-qoidamizni aytdim. Bu elektrolit o'rnini kuzatib turish kerakligini. Hozir endi 1 va 2 qoidalarga qaytamiz. Shuni chizma tarzida ko'rsatib beraman. 1-qoidamiz 100% zaryadlangan bo'lishi kerak edi. Hozir men akkumulyatorda plastinasini chizishga harakat qilyapman. Mana bu panjaradan iborat bo'ladi, reshotkadan. Mana takabibitimizni ulanadigan joyi, plastinadan chiqqan joyi. Bu plastinalarimiz plus minus plastinalar bo'ladi. O'rtasida esa dielektrik bo'ladi. Dielektrikimiz bironta polimerdan qilingan yoki bo'lmasa shisha toladan qilingan bo'lishi mumkin. Bu perforatsiya qilingan bo'ladi. Ya'ni teshi bo'ladi. Bunda elektrolit o'taveradi, bir-birini qisqa tutashuv hosil qilishiga to'sqinlik qiladigan narsa. Endi mana shu plastinamizni 1-1,5 santimetr ko'mib turgan elektrolitimiz bo'ladi. Mana shu pasaysa distillangan suv quyishimiz kerak bo'ladi. Mana shu yaxshiroq tushuntirib o'tishim kerak. Distillangan suv deb sotilayotgan bozorda 2 marta ishxonada shopirlar olib kelishdi. O'sha akkumulyatorga quydik. Quyishdan oldin uni TDS metr degan uskuna bor. U suvni qattiq yumshoqligini ko'rsatib beradigan uskuna. Bu shuna tushuncha bor, qattiq yumshoq degan. Unda kalsiy, magniy bo'lsa, ular qattiq hisoblanadi, qanchalik ko'pligiga qarab. Yo'q bo'lsa, distillangan suv bo'ladi. Unda qatorli tuzlardan tashqari oksidlarni ham ko'rsatadi. Endi aniq aytib bera olmaydi-yu, borligini aytib beradi. O'shanda o'lchab ko'rganimizda 65 единица chiqdi. U 0 bo'lishi kerak. O'zi asli distillangan suvda. U shundan tushundimki, men o'zim parovoy kotelda ishlayman. O'sha bo'q qozon deyiladi. Bo'q qozonda par bo'lib chiqqanini kondensatlashib, ya'ni qaytib suvga aylangan suvni distillangan suvni sotishyapti. Haqiqatda unda kalsiy, magniy, qatorliq tuzlari yo'q, lekin oksid bor, temir oksidi bor. U parovoy kotelimiz po'latdan qilingan turbalar yo bo'lmasa cho'yandan qilingan bo'ladi. Ular ham oksidlanadi. Uni umuman quyib bo'lmaydi. Mutlaqo quyib bo'lmaydi bu akkumulyatorga. Ular ikkita plastinani qisqa tutashuv hosil qildirgani bo'ladi, ichidagi temir oksidi. Shuning uchun u umrini, resursini juda kamaytirib qisqartirib yuboradi. Shuning uchun ulardan quymaylar. Iloji boricha hali firmenniy bo'lsa, etiketga yopishtirilgan bo'lsa, quyganingiz ma'qul. Iloji bo'lsa bitta TDS metr oling. TDS metri 25 ming atrofida turadi. O'zimizda ham bo'lsa kerak. Men Xitoydan oldim, AliExpressdan.
o'sha TDS metrda distillangan suvmi yoki boshqacha suvmi aniqlab olsangiz bo'ladi. Endi mana nimaga zaryad 100% holatda bo'lishi kerakligini mana tushuntirish uchun elektrolitni tarkibini tushuntirib berishim kerak ekan. Elektrolitimiz 35% yozaylik. Bu ferniy kislotadan iborat, ya'ni sulfat kislotasi ham deyiladi. O'zbek tilida oltin gurgut kislotasi bo'ladi u. Kuparos kislotasi, ferniy kislota, sulfat nomi ko'p. Qisqasi, buni o'zini zichligi bor, ya'ni plotnosi, ya'ni og'irligi bor. Haligi og'irligi bu kislotamizni endi bu juda ham havodagi namlikni o'ziga tortib oladigan bo'lganligi uchun hali spirtga o'xshagan, spirtni ham 100% hisoblamaymiz, uni 96 hisoblanadi. Shuni bu kislota ham xuddi o'shanday 100% tozalikda o'z zavoddan chiqishi bilan bo'lar balkim. Lekin og'zini ochib qolsa, unda suvning konsentratsiyasi ko'payib, kislotaniki kamayib boradi. Shuning uchun endi taxminan yoziladi, lekin taxminan yozganimizda ham u milligramga farq qiladi xolos. Bu og'irligi 100 gram santimetr kub ekan. Ya'ni bu degani, yoshlar ham tushunishi uchun litrlab gapiray, 1 litri 1 kiloyu 830 gram degani. Mana shundan 35% o'sha elektrolitimiz tarkibida bor. 65% esa bu distillangan suv bilan, suv formulasini o'zingiz yaxshi bilasiz. Buni og'irligi qancha? Bu 0,998 gram santimetr kub bo'ladi. Bu 2 milligram ekan, 1 gram ekan. Ya'ni litrlab ko'rsatadigan bo'lsak, 998 gramga teng bo'lyapti. Deyarli 2 gram ekan, 1 kilo bo'lyapti. Endi bu albatta 20 gradus, buni issiqligi 20 gradus bo'lganda Selsiy bo'yicha. Agar bu 4 gradusda o'lchab ko'radigan bo'lsak, buni issiqligi 4 gradus bo'lganda o'lchab ko'rsak, rosa 1 kilo bo'ladi 1 litr distillangan suvimiz. Endi bu elektrolitimiz 20 gradusda o'lchanganligi uchun buni ham 20 gradusda, suvimizni ham 20 gradusdagi plotnosini aytyapman hozir. Endi buni qo'shilgandan keyingi zichligi qanaqa bo'ladi, og'irligi. Ya'ni 100% zaryadlangan bo'lsa, 12,7 напряжение bo'lsa, volt, ya'ni bu qurg'oshin kislotali akkumulyatorlarga taalluqli. AGM akkumulyatorlarga ham, Gelviy akkumulyatorlarga ham taalluqli emas. Ularda jinday boshqacha bo'ladi. Gelviyda elektrolitimiz gel holatida, ya'ni qaymoq holatida deylik. Qaymoq qattiqligida. Mana bu nimalarda bo'lsa, AGMlarda bo'lsa, u mat deyiladi, pampers. O'sha yosh bolalarning pampersdek, pampersga shimdirilgan va plastinani qoplab turadi. U boshqa ularning holati boshqa. Men hozir suyuq elektrolitli qurg'oshinli akkumulyatorda aytyapman. 12,7 100% zaryadlangan holda 20 gradus issiqlikda 12,7 напряжение bo'lsa, buni og'irligi 127 gram santimetr kubga teng bo'lyapti. Bu degani 1 kilosi 1 litri 1 kiloyu 270 gram bo'lyapti. Ya'ni buni kilolab o'lchamaymiz albatta. Ariometr bor. Ariometrda tortib ko'rganimizda buni plotnosi kelib chiqadi. O'shandan buni og'irlikni chiqarsak bo'laveradi. Endi aytaylik, напряжениemiz pasayib, akkumulyatorimiz quvvati o'tirib 12,2 bo'lib qoldi deylik. 12,2 voltga. Bunda plotnosini olib o'lchab ko'rganimizda qancha bo'lyapti? Bunda 1 litri, endi litrlab aytaveray, 1 kiloyu 200 gram bo'lib qolyapti. 12,2 bo'lganda mana 70 grammi yo'qolib qolyapti. Mana shu qayerga ketyapti? Mana shu plastinamizni 1 millimetr bo'lgan joyini shunchalik uzunlikda ko'rsatyapman deb hisoblaylik. Mana bu esa elektrolitimizni tarkibidagi ionlar.
ion. Bu ionlar ikkiga bo'linadi. Anion, kadion bo'ladi. Bizga uni qizig'i yo'q. Ion deylik. Bu mana shu zaryad toshuvchi, ya'ni quvvat toshuvchi zarracha. Mana shu zarracha nagruzka berganimizda, ya'ni statorda o'ylaymizmi, поворотimizni, farimizni yoqamiz, dvornini yoqamiz, farqi yo'q. Nagruzka ulaganimizda akkumulyatorga motor o'chiq holatda. Mana shu o'zidagi quvvatni qurg'oshini tarkibidagi elektronlarga berayotgan paytda kislotamiz mana shu qurg'oshim bilan reaksiyaga kirishib, buni boshqa rangga yozay. Qani bizda boshqa rangimiz bormi? Bor ekan. Qurg'oshin sulfatini hosil qilyapti. Mana shu kislotamiz qurg'oshin bilan reaksiyaga kirishib, qurg'oshin sulfati hosil bo'ldi. Elektrolitimiz tarkibidagi kislota sulfatga aylanib qolyapti. Mana shuning uchun plotnost tushib ketyapti. Elektrolitimiz zichligi kamayib 1 litri 1 kilo 200 ga teng bo'lib qolyapti. Ariometrda o'lchaganimizda bu 2 ga teng bo'lib qolyapti-da, 2 gram santimetr kub. Undan 2 gram santimetr kubga teng bo'lib qolyapti. Endi mana shu zaryadini bu yerda endi generator statorda uladik deydi. Stator ishga tushdi, generatorimiz zaryad qilishni boshladi. Mana shu sulfatimiz bu g'ovay bo'ladi. O'sha elektrolit bilan bevosita aloqada bo'lgan joyidan endi elektronlar ionlarga o'zini zaryadini beradi. Mana shu paytda bu sulfatimiz eriydi. Bu rangi qizil bo'lgan bilan to'qmas ekan. Bunday qilib ko'rsatay buni. Mana shu erishni boshlaydi. Endi bu to'liq erib ulgurmasdan boshlarimizni o'chirib boshqatdan o'toldiradigan bo'lsak, bu sulfatimiz ham kattalashdi, ham qalinlashdi. G'ovaylar ham yo'qolib bordi. Mana u g'ovaylar yo'qolib borgandan keyin buni erishi o'ta qiyin bo'ladi. Ilgari paytda bunga haftalab vaqt sarflangan eritish uchun. Hozirda impulsni zaryad qilish qurilmalari bor, impuls bilan beradi, remons funksiyasi bor, o'shanga qo'ysak eritib beradi. Mana nima uchun hali 100% zaryadlangan holda bo'lishi kerakligini ta'minlashimiz kerak dedim. Kislotamiz elektrolit tarkibida bo'lishi kerak. Qurg'oshinning tarkibida emas. Qurg'oshin tarkibida bo'lsa, qurg'oshinni yemiradi. Elektrolit tarkibida bo'lsa, plotni sochadi, напряжение ko'tariladi hamda puskovoy toki katta bo'ladi. Nimagaki sulfat yo'q bo'lgandan keyin tok o'tadigan ploshet maydon ko'payadi. Mana nima uchun 100% zaryadlangan holda bo'lishi kerak har doim. Undan tashqari hozir aytdik, bu vaqti bilan zaryad qilib turishimiz kerak deb. Baribir ming harakat qilganimiz bilan uzoq masofaga foydalanib harakat qilganimiz bilan mana shu sulfatimiz baribir qolib ketadi qandaydir joylarda. Shular qalinlashib ketmasligi uchun, kattalashib ketib, umuman erimaydigan holga kelib qolmasligi uchun vaqti bilan zaryad qilib turishimiz kerak. Buni 1 yilda 2 marta qilsak bo'ladi, ya'ni qishga kirishda va qishdan chiqishda. Keyin undan tashqari yana bitta yo'li bor, akkumulyator resursini o'zgartirishda. Bu mashinamizning motorini soz holatda bo'lishi, kalitni burashimiz bilan o'ta olishi. Ya'ni 6-7 sekundda o'tgandan ko'ra bir marta burashimizda o'tgani akkumulyatorga hech qancha nagruzka tushmaydi. Akkumulyator bergan tokni generator juda tez joyiga qo'yiladi. 6-7 sekundda nima qiladigan bo'lsa-chi, unda sulfat qalinlashib boradi. Uni erishi qiyinlashadi. O'shaning uchun mashinamizning motori soz holatda bo'lgani yaxshi. Shu bilan roligimiz tamom. Agar bironta savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Javob berishga harakat qilaman. Agar men chala tashab ketgan, aytmagan narsalarim bo'lsa, ularni ham yozib qoldiring. Agar bilsangiz, bular ko'rgan odamga foyda bo'ladi, o'rganayotgan odamga. Xo'p, shu bilan xayr, salomat bo'ling.